Psixolog sifatida o'sishingiz sekinlashdi. Ba'zan biz juda ko'p ishlaymiz, ko'plab mijozlarga yordam beramiz. Ammo ichimizda nimadir o'zgarmay qolgandek tuyuladi. Yangi natijalar yo'q, o'sish avvalgidek emas. Qo'lingizda esa kerakli texnikalar yetmayapti. Go'yoki siz bir joyda to'xtab qolgandaksiz. Agar siz psixolog yoki coach bo'lsangiz va uzoq vaqt davomida superviziya olmagan bo'lsangiz, ehtimol buning sababi bilim yetishmasligi emas, shunchaki har bir mutaxassisga ham tashqaridan qaraydigan professional ustoz kerak. Chunki o'zimiz boshqalarga ko'rsatadigan yo'lni ba'zan o'zimiz ko'ra olmaymiz. Ko'pincha bizni to'xtatadigan narsa bu dangasalik emas, bu o'ziga bo'lgan ishonchni pastligi, qo'rquvi esa kuchayishi. Men uddalayman, men psixologman-ku degan ichki ovoz har doim bizga gapirib turishi. Lekin haqiqiy o'sish aynan shu joydan boshlanadi. Siz yolg'iz qolmagan joydan, sizni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan va rivojlantiradigan ustozlar yonida. 1 yillik tizimli ustoz-shogird kursi davomida siz har hafta real keyslar bilan ishlaysiz, tajriba almashasiz, amaliy bilimlarga ega bo'lasiz va eng muhimi, o'zingizga bo'lgan professional ishonchni qayta tiklaysiz. Agar sizda ham ushbu holatlar bo'lsa, pastdagi havola orqali o'ting va qisqa anketani to'ldiring. Shaxsan o'zim aloqaga chiqaman.